3 kishi turgan bo'lsalaring deyapti. Ikkitasi namoz o'qimaydi, ishi bor, u bor, bu bor. Bittasi namozxon. Shunda azon etilsa, yuringlar namozga desang, uni diliga azor bergan bo'lasan, harom deyapti. Gapni qarang. Yuringlar namozga demasa gunohkor bo'ladi. Chunki ertaga ana ikkita benamoz da'vo qiladi Allohning huzurida. Ya Robbim deydi. Azon aytilgan paytda mana u bitta odam indamasdan ketvordi o'zi namozga. Bizni aytmadi, da'vat qilmadi deydi. Agar shu bandang bizga namozni eslatib, azon aytilgandan keyin namoz o'qish kerak. Hoy birodarlar, namoz o'qigin deganda men o'qirdim deydi. Yoqangizdan oladi. Bu dunyoda yomon ko'rishi mumkin hozir. O'qigin desangiz, yoqmasligingiz mumkin. Lekin qiyomatda o'sha yoqangizdan oladi. Menga aytmagan deydi. Hatto bolangiz yoqangizdan oladi. Otamning haqqi bor edi-ku, urib bo'lsa ham meni namoz o'qitishlikka. 2-3 marta urdi-ki, namoz o'qimay qo'ydim, bari o'zing bilasan-da, tashab qo'ydi-ku otam meni-ku. O'qitish kerak edi-ku meni majburlab, otam edi-ku baribir. O'qiysan deb qattiq turib olganda o'qirdim men ham, yo Robbim deydi. Otam javob bersin deydi.